Siz har safar gaplashishdan oldin saqich yoki mental olasiz. Qo'lingizga puflab hidni tekshirasiz. Odamlarga yaqinlashishdan uyalasiz. Agar og'zingizdan noxush hid kelsa va qanchalik tish yuvmang baribir yo'qolmasa, buni saqlab qo'ying. G'arb tibbiyoti sizni stomatologga yuborishadi. Stomatolog esa sizni dorixonaga qaytaradi. Xitoy tabobatida esa bitta qarash bor. Yillar davomida shunday yashab kelyapsiz, lekin hech kim aniq yechim bermagan. Endi buni sinab ko'ring. 200 ml iliq suv oling. Issiq emas, iliq bo'lsin. 1 choy qoshiq soda qo'shing. Yarimta limonni siqib qo'shing. Son ketidan 1 choy qoshiq tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Og'izni 30 soniya chaying. Yutmang. Buni ertalab va kechqurun qiling. Bir necha kun ichida og'izingiz boshqacha his qila boshlaydi, ancha toza. Lekin bu faqat tashqi yechim. Asl muammo ichak va hazm tizimida bo'lishi mumkin. Tana chiqara olmagan narsalar hid bo'lib tashqariga chiqadi. Agar ichakni tozalash va hidning ildiz sababini qanday yo'qotish haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, izohlarda ha deb yozib qoldiring.